bahar bayramını hoşal horam ötküzüp, Cunha medeniyetini evci aldıraylı. Şinyan koyla, Gongşi fase. An'anaviy urf-odat bo'yicha bugunni kichik harpa kechisi deb ataymiz. Ajdodlarning ruhiga atab nazar chiroq qilish Xan sulolasi davridan buyangi Chag'andagi intayin muhim bir odat. Xitayning bu yillik Chag'an bayramida Uyg'urlar uning Chag'anlik tashviqotining markaziy nuqtasidan o'rin olmoqda. Bu xalqarada Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan Xitoyning tunji qitim Chag'an bayramida Uyg'urlarni bu bayramning markaziy tashviqot nuqtasi qilishidir. Xitoyning bu Chag'anlik tashviqotlarida davlat sirti va ichiga qarata Uyg'urlarning o'xshamagan ikki xil kartinasini namoyon qilayotganligi ma'lum. Xitoyning 3 fevral kuni Arab Birlashma Xalqligining Dubay shahrida o'tkazilgan 2024-yillik Chag'anlik san'at festivalida Şinjan san'at teatri o'migining o'yin ko'rsatib, Uyg'ur naqshi usul musiqalarini o'rindishi Xitoyning sirtqi tashviqot vositalarida keng tarqatilish bilan bir vaqtda uning davlat ichidagi tashviqot vositalarida Uyg'urlarning Xitoy urf-odatlarini qabul qilib, Chag'anni dag'dug'liq tabriklayotganligidan iborat butunlay farqli kartinasi namoyon qilingan. Xitoyning davlat ichidagi ijtimoiy taratqush supalarida 8 fevral e'lon qilingan bir videoda Uyg'ur riyosatchi Chag'anning intoyin muhim bir urf-odat ekanligini ilgari surgan. Bugun qamarga 12 ayning 29 kuni an'anaviy urf-odat bo'yicha bugunni kichik harpa kechisi deb ataymiz. Ajdodlarning ruhiga atab nazar chiroq qilish Xan sulolasi davridan buyangi Chag'andagi intoyin muhim bir odat. Hornan, yana xojar, purchaq mantisi, haraq qatorliqlar kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu kunni eng aldirash kun deyishga bo'ladi. Chag'an mezgildagi har xil kiyim-kechak, yemak-ichmaklar, nazar chiroq buyumlarini tayyorlashdan boshqa yana bir turlik intayin muhim faoliyat qabr beshiga chiqib, ota-bobolarni yo'qlash elib berildi. Xitoyning 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunida Uyg'urlarning har qatamliq ro'za qurbon hayitlarida tuproq beshiga chiqib, xatmu Qur'on qilishi diniy radikallikning ifodasi deb qaralib, nurg'un Uyg'urlarning uzun yillik kesilishiga sabab bo'lgan bo'lsa-mu, lekin rayondagi musulmon xalqlarining Chag'anda qabr beshiga chiqib ota-bobolarini yo'qlashining intayin muhim faoliyat deb ko'rsatilishi diqqat qo'zg'amoqda. Xalqarada Uyg'urlarga irqiy va madaniyat qirg'inchiligi qilib berish bilan ayblanayotgan Xitoyni javobgarlikka tortish cho'qqonlari uzilmayotgan bir paytda uning Uyg'ur kartinasini davlat ichida bir xil, davlat sirtida bir xil ko'rsatishga urinishi uning Uyg'urlarga qarata ilib berilayotgan majburiy assimilyatsiya siyosatini tashqi dunyodan yo'shirishga urinayotganligining ifodasi deb qaralmoqda.